Issig'i chiqayotgan bemorni immuniteti shakllanayotgan bo'ladi. Lekin buni hech kim sizga aytmaydi. Sababi bu biznes. Agar aytsa, siz dori bermaysiz, kuzatasiz. Agarda dori bersangiz, bola immuniteti sinadi. Nima qilasiz? Sразу antibiotik, gormon, kapnitsa, qo'shimcha aptekadan dorilar olasiz. Ko'pchilik noto'g'ri tushunadi aytsam. Bolani tana harorati ko'tarilganda tegmang, kuzating desam. Aslida vodoprovod suvini ham olib qaynatib ichasiz, sababi ichkarida mikroblarni baland haroratda, katta temperaturada mikroblar o'lishini bilasiz. O'lgandan keyin uni steril holatda iste'mol qilasiz o'zingizni himoya qilish maqsadida. Bolaga mikrob tushdi, mikrob tushgandan keyin markazga yetadi, mikrob tushdi deb. Markaz tana haroratini boshqaradigan termoregulyatsiya markazi bor. U markazga informatsiya boradi va termoregulyatsiya markazi tana haroratini ko'tarishni boshlaydi. Tana harorati ko'tarilgandan keyin bakteriya, mikroblar, viruslar u yerda ko'payish kamayadi tanada. Kamaygandan keyin o'lishni boshlaydi. O'lgandan keyin ma'lum bir qolib ketgan virus va bakteriyalar tana osonroq o'ldira oladi. O'ldirgandan keyin unga immunitet hosil bo'ladi. Agarda siz dori tashqaridan berib xalaqit bermasangiz qo'shimcha. Qanaqa holatlarda oldindan dori beriladi? Ba'zi bir bemorlar bor, 39-40 gradusda ham bolalar o'ynab kulib yuraveradi. Ularda immunitet bor, shakllanyapti, ular bezovta bo'lmaydi. Bir xil bemorlarda bor, immunitet zaif. 37, 38 da ham bola yiqilib tushadi. O'zini yomon his qiladi, yotoqchilikda. Bunaqa holatda immunitet shakllantirish uchun bolani chiniqtirish kerak, tanani tozalash kerak. Qancha bolani tanasini tozalab, chiniqtirib borsangiz, o'sha bola 38-39 gradusda ham bemalol temperaturani ko'tara oladi, tanasi tozalanadi. Va kelajak avlodda u immunitetni yetkazib bera oladi. Va misol uchun siz agarda u bolaga siri chiqqanda antibiotik yoki gormon yoki qandaydir ximikatlar bersangiz, bolada uje zarar yetkazishni boshlaysiz. Qachonki dori beramiz, bola tana harorati ko'tarilganda, bola o'sha haroratni ko'tara olmasa, shunda ham oddiy tabiiy usullar bilan tushirishga harakat qilinadi. Agarda shunda ham tushmasa, dori beramiz. Yevropada umuman bunaqa dorilar bermaydi. Qachonki beradi, og'ir holat kelganda. Ungacha tabiiy harakat qiladi Yevropada. Ular ham biladi. O'sha ular cho'qqiga chiqib bo'lgan, biz hali orqada yuribmiz. Qancha ko'p dori bersa, shuncha zararligini biladi. Biznesligini ham biladi bu dorilarni hammasini. Mana shu bir ikki kun oldin hozir ham ko'rsam bo'ladi. Mana shom paytida, kech payt ham ishdan qaytadigan paytda aptekalarga qarasangiz, 5 ta yo 10 ta ochirt bo'ladi. Ochirt. Dori oldingiz. Asosiy dori olasiz, antibiotik olasiz. Yoki suv churuvchi olasiz. Hammasi zarar berayotgan dorilaringiz. 19-asr boshlarida 1917-yilda avstraliyalik shifokor Wagner sifilis kasalligini hech davolashga olmayotganligida unga bezgak kasalligini yuqtirishadi. Bezgak kasalligi yuqqandan keyin tana harorati ko'tariladi u bemorda, yuqori harorat. Buni natijasida haligi sifilis mikroblari o'lishi boshlaydi, nobud bo'ladi. Nobud bo'lgandan keyin 3 kun issig'i chiqadi va unga bezgak kasalligiga qarshi dorilarga tuzatuvchi dorilar bo'lgan. O'sha paytda keyin bezgak kasalligi lechena qilib davolab tuzatib olishgan. 10 yildan keyin, 10 yil o'tib 1927-yilda Nobel mukofotini taqdirlashgan avstraliyalik olim Wagnerga. Undan nima demoqchiman? Hozirgi kunda bizada issig'i chiqyapti bemorlarimizni bunaqa holatda tegish kerak emas. Bola immunitet shakllanyapti, tana tozalanyapti, mikroblar o'lyapti. Bunaqa holatda umuman tegish kerak emas deb bilaman. Qachonki ko'tara olmasa tana haroratini. Bunaqa holatda tabiiy. Tabiiy yordam bermagandan keyin uje buyog'iga ximikat ishlatsa bo'ladi. Dori-darmonlar aptekadan olib yoki boshqa dorilar ishlatsa bo'ladi. Bundan keyin agar ko'tara olmasa, tushirmasa, tabiiy dorilar yordam bermasa, misol qiladigan bo'lsam, ayol kishi uyda ovqat qilyapti yokida o'zini sevimli mashg'uloti bilan shug'ullanyapti. Yokida bola o'zini sevimli mashg'uloti bilan shug'ullanyapti yokida bir ish qilyapti. Tanada tashqaridan kelib, u bu kun bola yoki ukasi xalaqit bersa jahli chiqadi, baqiradi. Immunitet ham xuddi shunaqa.